yana xuddi shu narsa bo'ldi. Mana yana xuddi shu narsa bo'ladi. Bizani ishonchli, ya'ni nima deydi, odamlarga ishonchimiz o'zimizga minus bo'ladi-da. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlar, mana yotibdi yana. Bo'ldi. Oka, men pulini beraman, qilib qo'yinglar degan, tushunyapsizlarmi? Qilib qo'ying, men javob beraman mujikchasiga degan. Mana hozir musulkada yotibdi. Nima emish? Aka, planlarim o'zgarib qoldi. Bu rasxotchi buni. Bu rasxotchi buni. Yeb, aka, to'g'ri tushuning. O'shaning uchun agar olsanglar, murojaat qilinglar, konkretniy birinchi pulini to'laysizlar. Mana ofis, lokatsiyasini ham, mana litsenziyalar, hammasi qonuniy. Biz ahmoq emasmiz. Bizani kuzatayotgan odam kim bo'lishini biz bilmaymiz. Balki ichkichilardan, balki налоговыйdan kuzatayotganda bir misol uchunda, biz ahmoqmizmi odamlarni aldab? O'shaning uchun to'lov qilasizlar. Nima, ana mujik tam Allohu alam, farqi yo'q nima deyishingizga, farqi yo'q. Mana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun oldin pul, keyin hujjat. Joninglar sog' bo'lsin. To'g'ri tushundinglar degan umiddaman. Qattiqroq gapirib o'rgan bo'lsam, ming bor uzr.